Agar siz shu bitta zikrni yodsangiz ham, tursangiz ham, ish qilayotganingizda ham tilingizdan tushirmay aytib yuradigan bo'lsangiz, ishoning, hayotingizda shunaqa o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi o'rinda hayotingizga baraka kelganini sezasiz. Rizqingiz kengayotganini, daromad eshiklaringiz ochilayotganini sezasiz. Ko'pchilik tanishlarimda bu zikrni isbotini ko'rganman. Videolarda ham qo'ygan, shu zikrdan keyin qanchalik ishlarni rivojini berganini. Ikkinchi o'rinda bu zikr bilan dilingiz bilan qilayotgan gunohlardan tiyilasiz. U qanaqa bo'ladi desangiz, xayolan odamlarni g'iybat qilasizmi? Idish yuvganda, kir yuvganda baribir kimlar bilandir xayolan urishasiz. Alamingizni olasiz. Bu ham gunohmi? Lekin sizni dilingiz bu zikrda bo'lsa, bunaqa gunohlar qilishga vaqtingiz bo'lmaydi. Faqat o'zingizni ustingizda ishlashga vaqt topasiz. Bu zikr Allohning muborak ismlaridan biri, ya'ni Ya Malikul Mulk Zul Jalali val Ikrom. Har doim ayting, 100 marta, 300 marta farqi yo'q, lekin ayting, inshaalloh birinchi kundayoq o'zgarishni sezasiz. Faqat Allohni yaxshi ko'rib zikr qiling. Videoni saqlab qo'ying va tanishlaringizga yuborishni unutmang.